12 muqami Qarlaq Junqa madaniyat xazinasidagi bebaho guhar. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostining jabiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini musiqa tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orq ko'rinishi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan dastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasi. Bu qitim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Cahanda gerçi dolgaydı şehir peyda heşem peyda veli bolgayma sende kusrevi
boldu hem peyda. Unut canı tenu könglinge her yandım. Her yandım. Elem peyda.
kalmışım bu irade. Ellemlerim oldu, yedidin ziyade. Ben gariplik öpsem, sergerdan eyleme. Ellemlerim oldu, yedidin ziyade. Ben gariplik öpsem, sergerdan eyleme. Benim bu heste can
namet ketigin hergiz bu derdimge dava kılma. Ahir biganete piryan şigimdin kuar bulsan. Ahir biganete
Dağının vay derdime Cahanda gerçi dolgay köp Şehir hayro heşen peyda Veli bolgaylı sende Sahip kerem Heyda Çikip kulağılar asil Kılıklen Ceda kılgan kedi huni Ciger birle Ciger birle Birle derem Heyda Kuyaşın
alam peyda. Bəstkarları, naxçıları və çalğıçıları tərəfindən icad qılınğan xalq musiqisi. Bu ketim əsliga varislik qilib qayta rətləngan, to'liqlangan, mukammallaştirilgan 12 maqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dastonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi. Cahanda gerçi bolğay köp, şehir peyda, heşem peyda. Veli bolğay mı sende? Uyg'ur 12 muqomi Qorliq Junxo madaniyat xazinasidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql tarostining jabri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini musiqa tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining musiqa, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, orqa ko'rinishi keng va cho'ng. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan